2026-yil qanaqa imtihonni bittada kirib topshirib, pravani nech pulga olganim to'g'risida sizlarga aytib bermoqchiman. Agar sizga bu video qiziq bo'ladigan bo'lsa, videomni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammasini boshidan boshlaydigan bo'lsak, 080 varaqam 500 ming so'm o'quv kursiga men Beruniy filiali Korzinkaning 3-qavatidagi driving schoolda tanladim. 4,5 oy o'qidim, 6,5 million so'm bo'ldi. Vojdeniyamiz ham shuni ichida, faqatgina avtodromga kirish uchun esa 500 ming so'm to'lov qildim. Tayyorlanishimga yordam bergan prilojenalardan birinchisi bu oson prava bot. Telegramda tepasiga smet yozilgan bo'ladi, pastga imtihonga necha foiz tayyorligingiz, undan tashqari o'yin qilib yetsangiz bo'ladi. Bu biletlarni mana bular hammasini o'zim yechib tugatganman. Buni yechganingizda, misol 25-biletga kirdinglar, mana men bir odam tushirib yoki olib kelsak. shunaqa qilib голосовой qilib tushuntirib berilgan. Keyin bu yoqda o'zini qoidasi ham bor. Mana bu o'zini qoidasi ham bor. Men imtihonni o'tishimga mana shu prilojeniya ham yordam berdi. 4,5 oy avtoshkolamni tugatib, birinchi imtihonim testga bordim. 20 dan 20 ta yechib chiqdim. Test topshirish bo'lsa, hozirgi kunda 1,5 million so'm. Testdan chiqishim bilan instruktorimni oldiga mahalliy aeroport oldidagi avtodromga bordim. Instruktorimdan 4 ta dars sotib oldim. 4 tadasi o'rtacha hisobda 250 mingdan 1 million so'm bo'ldi. Amaliy imtihonimdan o'tishim uchun instruktorimning duolarini olgan holda Ohangaronga borishga qaror qildim. Sababi Sergelida juda ham ko'pchilik yig'ilib chiqayotganini ko'rib, men o'zimda qanaqadir qo'rquv his qildim. Ohangaronga borib kelish taksimi narxi avtodromimdan hisoblangan holatda 165 ming so'mdan bo'ldi. Ya'ni borib kelish menga o'rtacha hisobda 400 ming so'mga tushdi. Amaliy imtihoningiz narxi hozirgi kunda agar ertasi kun to'lov qiladigan bo'lsangiz 1 million 600, agar testdan chiqishingiz bilan sirazi to'lov qiladigan bo'lsangiz 1,5 million so'm, men 1 million 600 to'lov qildim. Ohangaronning yo'llari Sergeliga qaraganda 80 santimetrga kengroq va siz umuman plastik bosib olishga qiynalmaysiz. Oldinlari pravani gayini o'zidan oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunga kelib 3-martdan buyog'iga yagona darchadan oladigan bo'lsangiz, istalgan yagona darchani punktidan borib olib ketsangiz bo'ladi. Sertifikat olganingizdan keyin yagona darchani bazasida 24 soatdan keyin sizning ma'lumotlaringiz chiqishi boshlaydi. Yagona darchaga 341 ming so'm to'lov qilasiz. Men ertalab soat 10 da 112 o'chirtda olgan bo'lsam, kechki payt 5:30 da kirdim va 20 minutda pravam tayyor bo'ldi. 2026-yil prava menga nech pulga ketgan agar hisoblagan bo'lsangiz, kommentariyada o'z javobingizni yozib keting. Nima deb o'ylaysiz? Shuncha summaga shu pravamiz arziydimi?